Assalomu alaykum. Bugun mana biz bemor 50 yoshli Zuhraxon opamizni xonadonlaridamiz. Yonlarida onalari Salimaxon onamiz. Zuhraxon opamiz jigar sirrozi kasalligi bilan 8 yildan buyon og'riyapti ekanlar. Shu 8 yil mobaynida o'zlaridagi bor imkoniyatlarni, sotadigan narsalarni sotib, boshqa hamma xarajatlarni qilib shu sog'liqlariga sarflashgan. Hozirgi kunda hech qanday mablag', imkoniyat qolmagan. Hozir mana qonunlarda juda katta ish bo'lgan. Sentyabr oyida, Zuhraxon opa sentyabr oyida qanaqa tomir uzilib ketdi dedingiz apa? Qizil o'ngachim. Qizil o'ngachda nimasi uzilib? Qizil o'ngash yorilib ketgan. Ichki qon ketish bo'lib, oshqozonga qon sizib, yig'ilib yurgan. Nima qilganman keyin, ko'rganimdan keyin kuchayib ketib, qon tashlab, o'shandan keyin o'zimga kelolmayapman endi. Hozir oyog'ingizdan nima bo'lyapti endi oyog'ingizga? O'shandan keyin oyoq qo'lim shishib ketganda endi oyog'imni terilarni poralaridan suv otilib chiqyapti. Bu yara tuzalmayapti. Yara bo'lib qolgan, gazi bo'lib qolgan. Suv chiqib tursa dori ta'sir qilmasa kerak. Dori darmon qilyapmiz hozir, lekin dori ta'sir qilmayapti. Bekilmayapti o'sha yara. Hozir doktorlar endi o'sha Hindistonga borib operatsiya qilishni aytishyaptimi? Doktorlar shu Hindistonda harakatini qiling. Oxiriga yetyapti asoz. Bir donoringiz bo'lsa, harakatini qiling. Hindistonga borib jigaringiz berizatga qildirib ketsangiz, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hozir donoringiz bormi? Donorim kichkina o'g'lim donorlik qilaman, jigarimni beraman dedi. Berishadi. Xudo xolasa. Qancha mablag' zarur bo'lar ekan endi operatsiyaga? Endi hozir biz so'rab surishtirdik. 35,000 dollar ketadi deyishyapti. Endi Hindistonga unaqa katta mablag'imiz yo'q biz hozir. Lekin shu 3 ta farzandim uchun, shu yaqinlarim uchun yashashni xohlayapman. Saxovat peshin insonlardan umidvormiz endi. Avvalo Xudo qolaversa, shu yaxshi insonlar sabab chiqib qo'ysa, Allohga oson hech kim emas. Sizni Fotimangiz ham bo'lgan ekanlar, ha? Fotimaxonlar 5 yil oldin onamdan o'tganlar. Shular xuddi mana shu jigar sirrozi bilan. Endi u paytda Covid paytda bo'lgan, mablag'imiz ham bo'lmagan, keyin bunaqa imkoniyatlar ham bo'lmagan. Ham tezda nima bo'ldi dedingiz? Tez nima bo'ldi? Yiqilib tushib qolgan bilan, ha. Yana shunaqa qizil o'ngach yorilib ketgan. Ichki qon ketish bo'lib, Covid paytdaligi uchun rosa tuz to'polon bo'lganda, shuning uchun avvalo ular e'tiboru. Alloh rahmat qilsin Fotimaxon opamizni. Kishim ham 3 ta farzandlari qolgan. Xo'jayinlari ham o'tib ketgan. Kishim ham 3 ta farzandlari qolgan. Bizni kuzatib, boshqari ularga ham Alloh shifo bersa, yana bitta farzandlari bor. Uzatishimiz kerak. Xudo xolasa. Inshaalloh, Xudo xolasa. Endi mana Zuhraxon opamizni ahvollarini ko'rib turibsizlar, hurmatli bizni kuzatib turganlar. Facebookda, YouTube'da opamizga qo'limizdan kelgancha o'zimiz yordamimizni qilaylik. Plastiklarni qo'yamiz, telefon raqamlarini yozamiz, manzillarini yozamiz. Qo'llaringdan kelgancha o'zlaringizni xayr ehsonlar, mablag'laringizni, xayriyalaringizni, zakotlaringizni berishlaringiz mumkin. Dori-darmonlariga ishlatishadi, sog'liqlariga ishlatishadi. Ko'proq yordam qilsalaringiz operatsiyaga to'plab, shu Hindistonga borib, mana donor bor ekan. Shu jigarlarni operatsiya qilib sog'ayib ketishadi degan umidda shu videoni olyapmiz, Xudo xolasa. Hammalardan yordam so'rab qolamiz. Salimaxon ona, shu bir duo qilsangiz, opamga Alloh shifo bersin. Homiylarimizni ham qalbiga Alloh solsin, diliga yordam qilsin opamizga iloyim. Amin. Kimda sen yordam qilgan bo'lsa, umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin, iloyim ortqizganlarini savoblikka buyursin. Oliy o'lganimizcha savob uchun ularga duo qilamiz biz ham. Amin. Sahat bo'lsin hammasi. Iloyim sizlar o'sha
sog'lar qatori shu ham jinday yorib shu Fatman balasi bilan shu o'zini balasiga jinday bosh bo'lishni men yaramayapman. Amin. Xudo tinchligidan bersin, umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin, hamisha tanlaring sahat bo'lsin, hammani iloyim. Allohu akbar.